Telefon qilib ko'rdim. Menga qoniqtiradigan narx yetishmadi. O'shaning sizni yoningizga kelyapman. Sizni shunda qoniqtirib yuborish kerak. Конечно. Ho, nech pullas bu 13 Pro gruppa? 500 dolman. 500? Da. 300 bo'lmaydimi? 300 bo'lmaydi. Men o'yladim, menga normal narx qilib berasizmi deb o'yladim, chiroyli qilib. Nech pul qilib berish kerak? 500 siz 600 bera olish kerakmi? Конечно. Ho. Nima deb o'yladingiz? Ko'zingizda nima u? Ko'zim nima bo'lishi kerak? Ko'karayotdi-yu. O'zimni ko'zim. O'zingizga linza emasmi? Yo'q, o'zimni ko'zim. Nech pul qilib berasizlar endi buni? 500? 500? Voy. Bo'ladigan narxini ayting. Telefonni narxini so'rayapman, ha? Hop, 500 dolman men sizga. Yo'q, men 300 olman. Xudo xolis, baraka bo'lsa olaman, ketaman. 300 bo'lmaydi. Madalashib o'tirmang, ekran almashgan, chetlari qirilib chizilyotibdi. O'zi ham asfaltga chiqalagan ekansiz, toza. Yuzingizga xot qilib, bunga xot qilmagan ekansiz-a. O'shanga sal chiroyliroq qilib bermasangiz bo'lmaydi. Hop, 450. 450 ko'tarmaydi-da, jigarim. Nima? Bo'ladiganini ayting, 350 bo'ladimi? Normal narx. Nimaga? Chiroyli qizlarga qilib bering, normal narx deyapman. Bo'ldi, men sizga agar yana telefon oladigan bo'lsangiz, cho'tki narx qilib beraman. Mana soat telefon olmoqchiman sizlardan, abrat. 9:30 bo'pti. Nima telefon olasiz? 16 bo'ladi. Bo'ldi, qilib beraman. Xohlasangiz variantga olasiz naqdga. Bo'ldi, gapiring. Bo'ldi. Menga qarang, telefon olaman deysiz, buni 400 dollarga olib qolaman. Sizdan faqat. Bo'ldi, mayli. Rozimisiz? Bo'ldi, roziman. Rozimisizlar? Bo'ldi, roziman. Xolis, kimning shunaqa ishonchli xizmatlar kerak, o'zimiz bor otamiz, bizga aloqa qilishsa bo'ladi. Bo'ldi, buni tekshirib, plyusini beraman. Rozi bo'lsangiz bo'ldi. Qoniqtirdimi sizni? Qoniqtirdi.